Yosh kitobxon tanlovi yoshlarni ilm-fan va adabiyotga yanada yaqinlashtirib, ularning ma'naviy kamolotida muhim o'rin tutishi bilan ahamiyatlidir. Mazkur tanlovda 10, 14, 15, 19 hamda 20, 30 yosh toifasiga mansub intiluvchan yoshlar faol ishtirok etmoqda. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida tanlovning tuman bosqichi o'tkazildi. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirish hamda intellektual salohiyatini oshirish maqsadida tashkil etilgan Yosh kitobxon tanlovining tuman bosqichlari o'tkazilmoqda. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida tashkil etilgan tanlov ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. 10, 14, 15, 19 hamda 20, 30 yosh toifalariga mansub kitobsevarlar faol ishtirok etib, o'zlarining mutolaa madaniyati, dunyoqarashi va fikrlash salohiyatini namoyon etdilar. Men ham bu tanlovga 4 yildan beri qatnashib kelmoqdaman va o'tgan yili 2024-yil bosqichda respublika ishtirokchisi bo'ldim. Yutuq uchun harakat qilish emas, ko'plab do'stlar orttirish va insonning ma'naviy yetukligini yana namoyon qiladi. Ishtirokchilar turli adabiy asarlar asosida tayyorlangan savol-javoblar orqali eng faol yosh kitobxon nomi uchun qizg'in bahs-munozaralarda bellashdilar. Navoiy asari ko'pgina o'zbek adabiyotida Navoiy haqida yaratilgan asarlarda Alisher Navoiyning bolaligidan boshlab umrining oxirigacha yoki bolalik yillari haqida hikoya qilinadi. Bu asarning boshqa asarlardan farqi bu asarda Alisher Navoiyning o'smirlik davri 18-19 yoshlardan boshlab umrining oxirigacha bo'lgan davrlari qalamga olinadi. Mazkur jarayon yoshlarning nafaqat kitobga bo'lgan muhabbati, balki mantiqiy fikrlash qobiliyati, tezkor javob berish mahorati va adabiyotga chuqur munosabatini yaqqol namoyon etdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra har bir yosh toifasida eng yuqori ball to'plagan ishtirokchilar aniqlanib, ular tanlovning keyingi hududiy bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar.